O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i O'zbekiston a'zo bo'lgan xalqaro tashkilotlar, chet ellardagi elchixona va vakolatxonalarimiz peshtoqida doimiy hilpirab turibdi. Turli bayram tantanalarida mamlakatimiz a'zolari qatnashayotgan xalqaro miqyosdagi siyosiy, madaniy, ma'rifiy tadbirlarda, nufuzli sport musobaqalarida ham bayrog'imiz vatanimizning sha'ni, xalqimizning g'ururini yorqin aks ettirmoqda. O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i vatanimiz ramzi bo'lishi bilan birga yurtimizning xorijdagi o'ziga xos tashrif timsoli desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu yil O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i to'g'risidagi qonunga ham 34 yil bo'ldi. Shunday ekan, milliy bayrog'imiz vatanimizning ramzi, xalqimizning orzu intilishlari ifodasi ekanini unutmasligimiz, unga hurmat va e'tiborni saqlagan holda yanada sarbaland etishga har birimiz o'z hissamizni qo'shmog'imiz lozim.